Boshini tayyorlaymiz. Ana shunday. Hassani ishlatamiz. Yaxshi. Ana shu qaytayotgan joyiga e'tibor beradigan bo'lsak, oyog'imiz tagida yana brail yo'lakchasi davom etyapti. E'tibor beryapsizmi? Mana shu orqali his qilishimiz kerak burilishimizni. Yaxshi. Hozir e'tibor bersangiz agar brail yo'lakcha bizga ancha foydasi tegyapti. Mo'ljal olishimizga. Xuddi shunday. Yaxshi. Boshni ko'taramizda. Ayni mo'ljal olayotganda, yurayotganda boshni ko'tarib. Mana hozir e'tibor bersangiz, ushlagich tugadi shu yerda, lekin bizlarni mo'ljal olishimiz uchun nima yordam beryapti? Brail yo'lakcha. Davom eting. Boshni ko'taramiz, to'g'ri. Odatlanaylik, shunga e'tibor beraylik. Hassani to'g'ri ishlatamiz. 3 nuqtalik, Mana shu tekshirib, hassa bilan tekshirib, ishonch hosil qilgandan keyin harakat davom ettiramiz.